Haliyam shu afsonaga ishonadiganlar bor ekanmi? 130 ga 100. Pastki bosimingiz baland. Почечный давленияz oshibdi. Nima dedi? Почечный давленияmish. Haliyam shu afsonaga ishonadiganlar bor ekanmi? Qanaqa afsona? Qadim zamonda bir podshoh Kim mani почечный давленiyamni aniqlab bersa, yarim podshohligimni tortiq qilaman debdi. Ko'plab olimlar bunga harakat qilib yo'lini topolmagach, afandi kelib qon bosimini o'lchatdi va podshohim, qon bosimingiz 120 ga 80, 120 yurakni davleniyasini ko'rsatadi, 80 esa почечный давление deb podshohning yarim saltanatini olib ketgan ekan. Aslida esa 120 ga 80 dagi 80, ya'ni diastolik qon bosimi periferik tomirlarning umumiy qarshiligini ko'rsatadi. Oddiyroq tilda tushuntiraman. Qon katta bosim ostida yurakdan otilib chiqadi va yuqori tezlikda arteriyalar bo'ylab tarqaladi. Uning vazifasi to'qimalarga kislorod va ozuqa yetkazib berish. Agar qon shu tezligi bilan to'qimalardan o'tib ketsa, bu vazifani bajarishga ulgura olmas edi. Mayda arteriya va arteriolalar torayish va spazm hisobiga shiddat bilan kelayotgan qon oqimini pasaytiradi va kapillyarlar orqali sekin o'tishini ta'minlaydi. Mana shu jarayonni umumiy periferik tomir qarshiligi deyiladi. Bu qarshilik qanchalik yuqori bo'lsa, diastolik bosim shunchalik baland bo'ladi. Agar sizning qon bosimingiz 130 ga 100 yoki shunga o'xshash bo'lsa, demak sizning tomirlaringiz tonusda, zo'riqish bilan ishlayapti. Bunga eng ko'p sabab bo'ladigan omillar doimiy stress, chekish, kam harakatlik va ortiqcha vazn va albatta buyrak hamda buyrak usti bezi kasalliklari hisoblanadi. Diastolik qon bosimini pasaytirish uchun yuqoridagi omillarni bartaraf qilish bilan bir qatorda amlodipin preparati ishlatiladi. Bu dori vositasi arteriya tomirlarining tonusini pasaytirib, periferik tomirlarning qarshiligini kamaytirib beradi. Bu yurak seni izlar hamon,